Opasi bolalarga ham qiyin. Sizlar hayotinglar davomida qachondir sholg'omda olmani qaysidir sortligiga 100% ishonib berganmisizlar? Yoki hech bo'lmasa umringlarda bir shunaqa dokument ko'rsatishganmi sizlarga, sizni asrab olishganligi haqida pechatlari bilan? Opam shu meni zerikishdan o'lmasligimni ta'minlaydigan odamda. Просто tak uyda ichida alkash singari yuradi. Qanaqadir muammo istab. Keyin любой bitta xonaga kiradi, u yerda men yotgan bo'laman, to'shni. Opam bundan hayron qoladi. Chunki men yotibman va tirikman. Bilmasam, bu akalar hech qachon unaqa qilmaydi. Men misol qaysidir aka uyga kelib turib, 2 kun oldin o'rnini almashgan shkafga qarab turib, "Bilya, buni joyini almashtirishimiz kerak" degan fikrga kelmaydi aka hech qachon. Opalardan chiqadi unaqa narsa. Opasi bolalarga ham qiyin. Sizlar hayotinglar davomida qachondir sholg'omda olmani qaysidir sortligiga 100% ishonib berganmisizlar? Yoki hech bo'lmasa umringlarda bir shunaqa dokument ko'rsatishganmi sizlarga, sizni asrab olishganligi haqida pechatlari bilan? Opam shu meni zerikishdan o'lmasligimni ta'minlaydigan odamda. Просто tak uyda ichida alkash singari yuradi. Qanaqadir muammo istab. Keyin любой bitta xonaga kiradi, u yerda men yotgan bo'laman, to'shni. Opam bundan hayron qoladi. Chunki men yotibman va tirikman. Bilmasam, bu akalar hech qachon unaqa qilmaydi. Men misol qaysidir aka uyga kelib turib, 2 kun oldin o'rnini almashgan shkafga qarab turib, "Bilya, buni joyini almashtirishimiz kerak" degan fikrga kelmaydi aka hech qachon. Opalardan chiqadi unaqa narsa.